Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana inshaalloh ma با گروه 25 و زیارت مسجد راجحی اومده. اینجا تو شانگ تو Yo, pasti tu planamos. Kambag'al oilada dunyoga keladi. Maktabga chiqqanda misol o'rtoqlarning ichida ajrab qoladi ko'p narsadan. Lekin ilmi yaxshi bo'ladi, harakatchan bola bo'ladi. Bir kuni ustozlar aytadiki, bir riyoldan yig'asizlar, men sizlarni ekskursiyaga olib chiqaman. Ya'ni misol maktablarimizda bo'ladigan narsa bu ekskursiyaga o'sha sayohatga olib chiqadi. Sulaymon uyga kelib onasidan bir riyol so'rasa, onasi yo'q deydi shu kun. Dadangizdan so'rang. Dadalarda ham bo'lmaydi o'sha bir riyol o'sha mahalla. U pul yo'qmi endi? Bitta o'rtoqlari kelib ustozlarga aytib qo'yadi. Shunaqa Sulaymonda puli yo'q, borolmaydi deb haqiqatni gapirib qo'yadi. Keyin ustozlarni qarang, ikkoligini Sulaymon maktabga kelganda savol qiladi. Sulaymon, senga bitta savol bor. Agar topsang, sani o'rningga men pul to'lab qo'yaman dedi. Bola xursand, endi unga oddiy savol, misol oddiy biladigan savolni beriladi. Sulaymon chiroyli qilib javob bersa, 1 riyol to'laniladi. Sulaymon birgalikda sayohatga chiqib keladi. Qarangki, Allohning irodasi bilan bu bolaga shunchalik daraja berildiki, birinchi bo'lib qilgan ishi maktabni bitirganda o'zini foizli bankini ochdi. Sulaymon Rojihiy degan bankka asos soldi. Qarangki, bu odam hayoti davomida shunchalik Alloh baraka berdi, shunchalik puldor bo'ldiki, 6000 ta masjid qurdi. 6000 ta. 120 mingta Afrika davlatlariga quduq ko'yladi. O'zlarini hozir hayot deydilar. Bir nimada o'tib ketganliklar. Lekin Allohning irodasini qarang. Umrning uzoq bo'lishini ikkita haramga Ramazon oyida bu kishim ikkita haramga xurmo tarqatiladi iftorlikda. Kishimi 200 ming tutli bog'idagi xurmolar raqib qilingan. Masjid ham o'sha kishim hayotliklarda Sulaymon Rojihiy deb nomlariga qo'yilgan. Endi qiziq joyini qarang. Bu kishim bir kun do'stlar davrasida hamma ham o'rtoqlar bilan o'tiradi. O'tirishganda ustozlar esga tushib ketadi. Ana ziyoratga boradilar. Borsalar, ash kuni ustozlari Falastin hozir urush bo'lyapti, G'azo. Asetli bo'ladi, kelib batta ishlab, tirikchilik qilib yurgan bo'ladi, puli yo'q, nochor ahvolga tushib qolgan bo'ladi yoshi o'tib. Ketadigan bo'lib turadi o'sha tomonga. Shuni chaqiradilar, chiqsalar, "Meni tanidingizmi?" degan savolni qiladilar. Lekin ustozlari yo'q, tanigan.
Mana ziyofat در مسجد راجحی برای ziyoratchilarni sux yuksaktiradi. Amin.